barcha soliq inspeksiya boshliqlarini ishdan olib, ularni vazifasini bajaruvchi qilib qo'ysin. Qo'mitaga compliance bo'yicha yangi o'rinbosar Saliyevni tayinladik. Ushbu rahbar soliq tizimini vertikalida korrupsiyaga murosasiz muhitni yaratishga mas'ul va javobgar bo'ladi. Po'latov, Soliyev bir oyda Toshkent shahri soliq idora rahbarlarini lavozimga loyiqligini ko'rib chiqib, ularning o'rniga vatanparvar, yangilikka intilib ishlaydigan shijoatli yoshlar bilan to'ldirsin. Shahar departamenti o'rinbosari G'aniyev Qo'shtirnoq ichida tadbirkorlarga soliqdan qochishda yo'l ko'rsatib yuribdi. Xatamov Jahongir uni bugunda o'zida ishdan olsin. Toshkent shahar hokimiga ham compliance bo'yicha o'rinbosar berildi. Soliyev Mirzahamidov poytaxtda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish bo'yicha tizim yaratadi. Xatamov, Po'latov, Umurzoqov hokimimiz yashirin iqtisodiyotni jilovlash hisobiga 7,5 trillion so'mlik qo'shimcha daromadni qanchasini byudjetga tushirgani bo'yicha har chorakda hisobot beradi va yangi tizimni joriy qiladi. Yana bir alohida takrorlamoqchiman. Korrupsiyaga yo'l qo'yish bu islohotlarimizga xiyonat